Endi siz ham trayfellaringiz o'xshab chiqadi. Soatingizga qarab turing. 4 daqiqada mikrovolnovkada trayfel tayyorlaymiz. Chuqur idishga tuxum solamiz, shakar solib bitta mikser qilib olamiz. Endi bizga pure milkning 2,5% suti kerak bo'ladi. Hidsiz yog' solib, ustidan kakao solamiz. Men Torto firmasining kakaolardan foydalandim. Vanillimlar azriqlichil solib, ustidan oliy navli un solib, yana bitta aralashtirib olamiz. Endi qarab turing, bizga shunaqa plastmassa idish kerak bo'ladi. Tayyor massamizni solib 4 daqiqaga mikrovolnovkaga jo'natamiz. Trayfellarimiz uchun krem chiz tayyorlaymiz. Men Torto firmasining krem chizlardan foydalandim. Krem chizimizning ustidan shakar upa solib, yaxshilab ezib yumshatib olamiz. Kremimiz o'xshab chiqishi uchun men 45% pure milkini qaymoqlardan foydalandim. Xohishga ko'ra shakar upasi yoki quyultirilgan sut solib, bitta yaxshilab qattiq holatga kelguncha mikserlab olamiz. Sovigan ko'shlarimizni yaxshilab maydalab olamiz. Xohishga ko'ra bo'lakligi bo'lsa ham bo'ladi. Kichkina shunaqa idishchalarimizga solib, ustidan pure milkning sutlari bilan propitka qilib olamiz. Malina, banan, har xil mevalardan solib, krem chizimizni ustidan quyamiz. Tekislab olib, yana ko'sh krem qilib, xuddi shu tarzda bezatib olamiz. Ganashi uchun shokolad bilan qaymoqdan foydalanamiz. Eritib, ganashlarimizni quyib olamiz. Sovigandan keyin trayfellarimizni xohishga ko'ra bezatamiz. Bu trayfellarni zakazga bemalol tayyorlasanglar bo'ladi. Endi komment etingchi, siz trayfellarni tayyorlab ko'rasizmi?